Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobiylar bilan o'tirgan majlisda Rasululloh aytdilarki, hozir oldingizga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. Shunda bir kishi kirib keldi, uning soqollaridan tahorat suvlari tomib turibdi. Chap qo'lida poyabzalini ushlagan oddiy bir inson kirib keldi. Ertasi kuni Payg'ambar alayhisolatu vasallam xuddi shu gapni yana takrorladilar. Yana o'sha kishi kirib keldi. Uchinchi kun ham Payg'ambar alayhisolam yana aytdilarki, hozir oldingizga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi keladi deganda, haligi kishi yana kirib keldi. Demak, tabiiy holki inson qiziqadiki, yana buni demak qaysidir amali borki, bu jannat ahli bo'lib qoldi. Bu holatni ko'rgan sahobiy Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu ham haligi kishini qanday ulug' amali borligiga qiziqadilar va unga aytadilarki, otam bilan urushib qoldim. 3 kun uyga bormaslikka qasam ichdim. Shu uchun shu 3 kunda meni uyingizga mehmon qilsangiz deb bundan so'raydilar. Ruxsat bergandan keyin u bilan birga uni uyiga boradilar. Abdulloh ibn Amr uning kechalari qo'shimcha nafil namoz o'qishlarini, kunduzi esa alohida bir zikrlar yoki bir nafil ro'zalar tutishligini kutgan edilar. Ammo uni oddiy uxlashi, tongda esa oddiy zikrlar qilishligini ko'rib hayron qoladilar. 3 kundan so'ng Abdulloh ibn Amr o'z maqsadlarini ochiq aytadilar. Ya'ni men deydilar, aldagandim, otam bilan urushganim yo'q. Maqsadim sizni deydilar, nima amal qilishligingizni ko'rmoqchi edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 kun ketma-ket jannatlik kishi keladi deganda siz kirib keldingiz. Nima amalingiz bor? Men ko'ra olmadim deganda haligi kishi aytadiki, boshqa ortiqcha amal qilmayman. Faqatgina qalbimda biror bir musulmonga nisbatan g'am, hasad yoki yomonlik yo'q. Alloh kimga bir yaxshilik bersa, unga hasad qilmayman dedilar. Shunda Abdulloh ibn Amr sizni demak mana shu narsa, mana shu darajaga yetkazgan narsa ekan deb aytadi.